Ben. Kim o? Qadara. İşler qadara. Keladiganlar qilib turdi. Baland bo'pti-ku. Qancha ekan? 300 mi? Yomon emas. Yomon emas. Hey, g'apchida digovanni tuzab, uni buni deb pulni yandirib ekanman-san. Nima? Atrofdagilar ish qilyapti-ku. Kalavash. Sen qara, 300 ming pulni, 100 ming qo'yni arqon babo qara. Mana mushkul. Sizlarning bu yilqi o'ziminglarda qo'lga tutib qo'ya. O'choqda qolgan pullarni hammani jo'shtirib, sana mana deb hammani yolur berdi. Shunda qilmamsan? Qancha qiziq ekansan. Shunda qila. 300 mi? Yaxshimisiz? Siz Mahmudjon deyman. Siz kim bo'lasiz? Men shaharning kesimcha zavodidan. Voy! Keling. O'tir. İsmim Davud. Voy! Qara. Mening bir qo'sa qeyrindishim, inimning ismi Davud. Şirketinizler bizden zavodimizga 200 ming qarz o'g'ini 2 yilda istgan. Shu bizdan boshqamiz mushpulni surishib qilsang bir beramki deb aytgan. Qanday degan gap bor? Mushlamda? Allohning ba'miki bo'ladi. Ta'zag'andiki qaytirish kerak-da. Mutamlik qilganda bo'ladi. Ya bu mushlam deyman. Bu degan ya bir 200 koy, ya bir 2 ming pul olmasa. 200 ming koy pulni to'g'ri 2 yilni so'ragan babu deyman. Hayajonlanma. Men hayajonlanmay qanday qilaman? Sizda bakma, bu pulni zari qaytirish kerakmi, kerak emasmi? Kerak, qaytirish kerak. Unda o'g'liga qaytaryapmansiz. Sen xatolashma. Men pul qaytirgani keldim, pul qaytirib olgani keldim. Men ham shunda qaytirib bergim bor. Hatto hozir qaytirib bergim bor. Lekin men undan bo'lgan bo'lsa unda kesilib qaraman. Biroq menda pul yo'q-da. Baqara, zavodimizning avvali nachar. Buni oyda aram 60% maaş taqatib qo'yman. Nima? Sizlar 60% maaş berardinglarmi? Bilamsiz, 3 oy bo'ldi, men qo'l ostimdagilarga 1 tiyin pul beramadim. Mening holim xarob. Yanchiqimda 1 tiyin pul yo'q. Mana matlubunim topyapti. Matlubunim to'xtab qoldi, qara. Ishtima so'q qoldi. Meni shirkatim olib qara. Gumron bo'lsa olib turdi. Uyingizga nima bo'ldi? Uyim. Pulimning yo'qligidan xotinim qochib ketdi. Bolalarim maktabdan to'xtab, hammasi ko'chaga chiqyapti. Ishda shopda. Men bolalarimga yuzlanmayman. Shirkatimdagilarga yuzlanmayman. Sizlarga tezroq yuzlanmayman. Sizlarga odaqdima. Arzon. Lekin sizlar xotirjam bo'linglar. Men hayot o'tganman. Pullarni shu deb qo'ydiraman. Hatto o'lib ketgan taqdirdimi? Ben pullarni ağzınızı sarış ketmesi ondaqdima. Arzon. Baqara, men berib zavoddan boshqa abdurah bir parangiz faqat sizlarga ozgina yordam qilsam bo'lmaydi o'xshaydi. Rahmat. Men qayta. Birdan o'tmay. Oy. Mening inimda mo bad yo'qmi shu? 50 so'm pul bor. Yo'q. Bo'lsin. Abobda balangiz maktabda o'qisin. Rahmat. Matematikni bayatını ağzına çıkardı. Kapamay çıkıp kalarsın. Rahmat. Bakın şığılmam. Ben kıyıdımı fakat unutmayın kimi zaten. Rahmat. Bunun değerini unutmayın. Kapatmayın. Kadına. Nolgaymış. İşletmez. Bu kesmeyecek zavdının başlığı resmi çöpçü mü değil mi? Ma yumuşak baş arkadaşına üretip bir moç bununla sepip git var da. Alo, kim bu? Mahmut akam yo'q. Biroq ketgan. Nima? Sizlarga 50 mingga qasddan? Xotirjam bo'ling. Bizda hozirroq pul intayin ko'p.
Biroq Mahmud akam qaytib kelmaguncha biz bir nima deyamaymiz. Shu bir oydan keyin qaytib kelarmikan? Bo'ladi. Shunday qiling. Tayyor qo'shamsan, ma'qul. Ma'da. Hadi muvaffaq bo'laman olsin. Telefon bilan olamizdan pulni. Mahmudga senmi? Men. Sen-chi? Men shahardagi kesimchilik zavodidan ismim Jilpiz. Yani bir çöp çıkıptı. Nima? Nima ishing oti? Nima? Nima ishing oti deydi, ma'qul bas. Hisobot qilganman-da. Hey! Pulni berarsan, bu deydigan gap bormi? Mening bagim bordi. Atatar qasringni. Ayni olib buni qo'yib, pulni berarsan, qanda? Nima deysan? Pul yo'q. Issiqjon desang mana bursizlar. Issiqjon? Yaxshi. Can. Yaxshi issiqjon dedimmi? Pulni bermaydigan bo'lsam, ko'ngilingni ko'rsam turqan. Chiqara pulni. Nima deb gülüsen? Bu shundan qiladigan bo'lsang-ku, bek yaxshi bo'ladi. Masalan, mush cho'qamdan putimning tirnoqigacha qazib bo'g'ilib, qazdalardan qutulanmay, ulug'laysa tushratlanmay turgan vaqtimda sen bana bir yordam qilganda tursan. Kela. Shahni qo'llan qila. Bir o'tiruvda. Ana. Nima? Jar tuqamaylar otarsan? Men deb bere. Meyadan yurak bor. Yurak. O'tgan. Jigar. Hammasi ajalliklar. Osonla jon chiqadi. Jigar unda qilma. Joyida bir ko'z olmaydi-da. Masalan, siz bere. Nima? Yurak. Jigar. Meyat ko'rak bor. Ko'rak. O'tgan. Ana. Kagina. Cennemde bir ağına ödünü falan. Adakma. Bak şuna. Saram şimdi. Sen arasını şimdi doysa. Kudum yukarı. Apa. Ben kime lan? Ben diyen Mahmut. Tora? Ben koymucu. Men qo'ymichi? Bu ishni baba qilaliq odam qildim. Menga o'xshash har jihatdan pishib yetilgan odam qildim. Degandek, qo'ymichi men kunda qo'yman, do'stlarimga paqlan so'yman. To'g'ri. Ba'zida har qanday odam foydalamaydi. To'g'ri-ku? Kim ziyon tortishni xohlaydi? Lekin ba'zi odamlar ozroq foydani ko'zlab ornumuz, vicdan, hatta milletimiz ediyordu. Bazı adamlar azrak payının altında intayin dötmüş kız. Bana ben aşında dötmüş ketken adamların koyduğu adamlar. Aldın kıtım, maşinamda gidiyordu. Yolun iki kasına kıtki terekini gösterdi birisiga. Bularning hammasini ben aldım. Yakında satmakçı desem, elik ahmak kopar, azrak faydası olsun, bana veremse de pul sanar bulamdı deymen. Yani bir kıtım, bir şehrdeki ahlat sandığının hammasini bir ahmak setib o'tganman. Adam baba. Kimdeyse? Ben beni yürüyorsa. Var kim bulmuşsun? Müşteriler. Vay ben karvat bağıma gitti vallahi. Evet, şu anda kravat mı burada? Vay sabah basın. Evet. Vay bu siz nimeden neymiş kız? Vay ben tutturum. Vay kişkirek. Vay can. Vay kişkirek tuttum değil mi? Vay bu siz kimizdeysiniz? Vay bir dersimim değil vallahi aldırmam. Vay ayacağım kısap gittim ha. Vay işkirek birim yok mu? Abi işhanı tutsan.
Oy ama calibe olmasın bunlar. Oy bana ağrısı çıktı ha. Oy. Azra kalsın. Ha. Endi o depresiz. Nima qilib keldingiz? Kim deysiz? Ama karam. Ben şehirde kesmişim zaten geldim. Kış kızmak ben ağırlık gelgen. Qara. Sizdeklarni bermayapmisiz mi? Ben bir mezgildan keyin topirib beraman degan qo'm. Hiç kısa aldırmayınız. Sen bunu mu aldırayısınız? İş kaldığınızda azırak bir yükle kalkaya götürdün ha? Ay can. Ay can. Ay son dedik biner yayılgan doğrularım. 15 günlük. Ay hani bir ipin çıktı evagan. Bir keş gözleri toğap kalsam dem. Va bu siz bir şey qilmoqchimi? Tutup durgan bana bir dem. İgizrek yigitgeydi. Bir şey qilmoqchisiz? Bu yer şarayet amına yaxşı. Biz oylikini çık yaxşı bu yer. Qara, siz qanday bo'ldi? Bu meni ishxonam tursa. Vay sizi aldırma, hiçbir şey yok. Sizin işinize dakıl kılmayın, hiçbir şey yok. Siz işinizi kılıyorum. Ben iş kılıyorum. Aldırma, otursam bulardı. Oy can! Oy! Oy can yanı tuttu. Oy bana nefes. Ama ben kılamam. Ay kopyana bu diye gel. Oy! Oy baldı. Vay kale baldı, bak bismetlen baldı. Ay can. Bu. Oy balam bir gapni so'ray. Ha? Ma o'ydan boshqa cho'g'aroq uy yo'qmi? Nima ish qilganga? Ma qarang. Bizning zavodda pensiya chiqqan Mo'may buvaylar yig'ib bir qarz qaytarish atir qurgan. Ular hozir kelmoqchi. Shular vakil bo'lib kelgandim. Bu ularning hammasi sizga o'xshamda? Ya ular hozir hammasi keldi. 7 buvay, 8 Mo'may hozir keldi. Siz Ben ularning ichida baba salomatga yaxshiroq shunga keldim bolam men sizga. Estağfurullah. Ben direkt oldu direkt. Ay aldırmışsınız mı balıkta öyle? Siz aldırmamanız bile ben aldırayım emez mi? Öyle sizde okşayıp bobay mobaydı 7-8 kelse benim bu işkana pişti öldürüp gitmem. Hiçbir şey. Aldırmam asker çıkıyor. Ma to'xtamda mundaq deyilgan. Ma qarz pul o'z vaqtida qaytarib berilsa, iyiga 1% qo'shilib mangdi deyilgan. Siz 2 yil 1 oy, ya'ni 25 oy survatdingiz. Jarmana bilan diri qo'shilib 250 ming pay bo'pti. Voy ey. Ne degan gap bu? Ben 200 ming qag'ash budimdan. Aldırmayız, pulumuz olsun, aldırmay, beremiz, aldırmay, yetip papap, aldırmay, alınız balam. Ne kadar sertleşim. Ama, bu sertleşimden ayrı köprü var, işte de berek yapmasınız. Mana, emduga qaytib qolasiz? Tundun mu? Ha? Gelmezse makine. Koyulup gitken koymayacak.